بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع عشر 19 ders. Endi 19 dersni boshlashdan ilgari darsimizdagi asosliq maqsadlik grammatikani bir yig'inchoq qilib olaylik. Endi bugungi darsda asosliqi ikki narsa to'g'riliq so'zlaymiz. Birisi kam. Yani oldingi darsimizda ozroq tilga o'tgan kam ikkiga bo'linadi. Birisi kam istifhomiya, yani birisi kam xabariya. Kam xabariya degan vaqtimizda kam mazmun jihatda nurg'ulxon degan tarjima qilinadi, ammo u hozir bizning so'zlash doiramiz emas. Yani bugun darsda u to'g'riliq so'zlamaymiz. So'zlaydiganimiz kam istifhomiya to'g'risi, ya'ni qancha degan ma'noni iroda qilgan vaqtki kam to'g'ri so'zlaymiz. Endi asosli gap jumlalarda kam ishlatilib qolsa, kamdan keyin kelgan kamning farqlantiruvchisi birlik zavar holati keladi. Mana shu nuqtani tushunsak bo'ladi. Undan keyin birlik zavar holati keladi, ba'zi vaqtda tushib ketsimi bo'ladi. Kamdan keyin kelgan tamyiz birlik zavar holati keladi, ba'zida tushib ketib qolsimi bo'laveradi. Yani jumladan uni tashlabetsakmi, qanaqa qilinsa, bilinsa tushib ketsakmi bo'ladi. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta 3dan tortib 10gacha bo'lgan sonlardan keyin keladigan sanalg'uchi ko'plik sir holati keladi. Ko'plik sir holati keladi. Masalan, 3 kitob, salasatu kutubin. 3 o'quvchi, salasatu tullabin. 5 daftar, khamsatu dafatira. Ana dafatir g'ayrimunsirif bo'lg'achqa zir o'qiladi, zo'r o'qiladi. Shunga o'xshagan 3dan tortib 9gacha bo'lgan sonlardan keyin kelgan sanalg'uchi ism ko'plik zir shaklda keladi. Mush yerda yana bir og'iz gapni qistirib qo'yish to'g'ri keladi. 3dan tortib 9gacha bo'lgan sonlardan keyingi ismlar ko'plik zir o'qiladi. Endi ismning tarkibiga qarab boqamiz. Agar ism birlik, ya'ni erlik ism bo'lsa, sonlarni ayollik ishlatamiz, ya'ni talik ishlatamiz 3dan tortib 9gacha. Agar ismlar ayollik shakldagi ism bo'lib qolsa, sonlarni erlik, ya'ni ta'siz ishlatamiz. Masalan, 3 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, salasatu ta bilan qo'shba tullabin. Agar 3 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, salasu talibatin degan shaklda ishlatsak bo'ladi. Mush nuqtaga diqqat qilsak, bugungi darsdagi mazmunlar oyoqlashgan bo'ladi. Al-kalimatul jadida. Yangi so'zliklar. As-saman, nisf, الريال ريالات، الحافلة حافلات، السؤال أسئلة، البلد بلاد، أوروبا فرنسا مختلفة، اليوم أيام، القرش قروش، راكب ركاب، قديم قدامى، الجيب جيوب، ألمانيا يوغوسلافيا ماليزيا. As-saman pul. Yani yanjoqdagi pulga ma'noda, undan keyin mana necha pul degan vaqtimizga pul. Mana pulisi necha degan vaqtimizga pulga ma'noda. Nisf, yarim. Ar-riyal, riyal Saudiya Arabiston pul birligi. Riyalat buning ko'pligi. Al-hafila avtobus, ya'ni ammiy avtobuslardek cho'ng avtobuslar qaratildi. Hafilat ko'pligi. As-sual, sual, as'ila ko'pligi. Al-balad shahar, rayon, yurt, davlat degandek ma'nolarda keladi. Shahar, rayon, yurt, davlat degandek ma'nolarda. Bilad buning ko'pligi. Urubba, Yevropa, Fransa, Fransiya. Muxtalifa, ya'ni o'xshamaydigan, farqliq degan ma'no, ya'ni aralashma. Al-yawm bugun yoki kun. Bugun yoki kun degan ma'noda. Ayyam ko'pligi. Al-qirsh Saudiya Arabiston pul birligi, ya'ni pach pul xuddi bizdagi yuan degani riyalga teng bo'lsa, qirsh degani mo'ga teng. Qurush ko'pligi. Al-hafila rakibun yo'lovchi, rukabun ko'pligi. Qadimun kona, qudama ko'pligi. Al-jayb yanjuq, juyubun ko'pligi. Almaniya, Germaniya, Yugoslaviya, Maleziya, Malayziya. So'zliklarni tushunib, o'zlashtirib bo'lgandan keyin tekstga kelsak bo'ladi.
الدرس التاسع عشر. كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ؟ فيه 10 طلاب جدد. من أين هم؟ أكلهم من بلد واحد؟ لا، هم من بلاد مختلفة. منهم 3 طلاب من الفلبين، و4 طلاب من اليابان، وطالبان من الصين، وطالب واحد من ماليزيا. أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم، فيه 7 طلاب من أمريكا. أهم جدد؟ لا، هم قدامى. كم طالبا فيه من أوروبا؟ فيه 5 طلاب من إنجلترا، و8 طلاب من ألمانيا، و6 طلاب من فرنسا، و9 طلاب من يوغوسلافيا. شكرا يا شيخ. كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ؟ شيخ, sınıfınızda kaç yeni okuyucu var? Orunda kem taliban jadiden. Taliban jadiden, taliban kemning temiz jadid, talibning sifati. Yani birlik zar o'qilib keldi ya. Fihi 10 tullabun judud. O sınıfda 10 yeni o'quvchi bor. 10dan keyingi ism ko'plik zar o'qilib keldi. Judud tullabning sifati o'qachqalar shunda o'qib kelyotdi ha. Undan keyin tullab erlik o'qachqa 10 degan sonninki ayollik shaklini ishlatdik. Yani 10 deb tavalan ishlatdik. Min aynahum ular qayerdan? Akulluhum min baladi wahid. Ularning hammasi bir davlatdanmi? La, hum min biladin muxtalifa. Yo'q, ular xilma-xil davlatga o'xshamagan davlatdan. Minhum 3 tullab min al-Filippin. Ulardan 3 o'quvchi Filippindan. Bunun şurunda 3 tullabin. 3 tullabin. Salasaning keyin kelgan tullab ko'plik zir qilib keldi. Tullab erlik o'quvchiga salasa ayollik shaklda keldi. Va 4 tullab min al-Yaban. 4 o'quvchi Yaponiyadan. Bu 4 tullab salasa tullab bilan o'xshasha tahlili. Ve taliban min as-Sin. Jungo'dan 2 o'quvchi. Va talibun wahid min Malezya. Malayziyadan bir o'quvchi. Fi faslika tullab min Amerika. Sınıfınızda Amerika'dan o'quvchilar bormi? Naam, fihi 7 tullab min Amerika. Sınıfda Amerika'dan 7 o'quvchi bor. Naam degani shundoq, ha degan ma'noda. Am 7 din keyin kelgan tullab ko'plik zir qilib keldi. Undan keyin tullab erlik o'quvchiga 7ni tavalan ishlatdi. Ahum jududun, ular yangi o'quvchimi? La, hum qudama, yo'q, ular konu o'quvchi. Kam taliban fihi min Avrupa? Sınıfınızda fihideki sınıf qaratildi. Yani o sınıfda Avrupadan qancha o'quvchi bor? Kamdan keyin kelgan taliban birlik zar qilib keldi. Fihi 5 tullabin min Ingiltara. Bu sınıfda Angliyadan 5 o'quvchi va 8 tullabin min Almaniya, Germaniyadan 8 o'quvchi va 6 tullabin min Fransa, Fransiyadan 6 o'quvchi va 9 tullabin min Yugoslaviya, Yugoslaviyadan 9 o'quvchi bor. Mushladagi hammasidagi 5 طلاب 8 طلاب 9 طلاب 6 طلاب 9 طلاب deganlarning hammasi 3-9 bo'lgan sanlar o'quvchiga keyin kelgan ism ko'plik sir qilib keldi. Bu ismlar keyin kelgan ism erlik o'quvchiga ayollik yani tavalan ishlatilindi. Darsdagi mazmunlar tushunishga olgan bo'lsa, ko'nikmalarni bir qurishni bitib ketaydi. Tamarin, at-tamrin al-awwal iqra va iktub. Tuandikilarni o'qing. Demek ki bizni shu 3dan tortib 10gacha bo'lgan sanlardan keyin kelgan sanalg'uchining ko'plik zir qildiganligini uqtirmoqchi. Undan keyin erliklarga ayollik son ishlatiladigan uqtirmoqchi. Deyotdi. 3 tullab, 4 tullab, 5 tullab, 6 tullab, 7 tullab, 8 tullab, 9 tullab, 10 tullab. 3dan tortib 10gacha. İkinci məşq iqra və iktub. Tənqiləni oxub yazın. Deməkçi tənqi cümlələrini oxuş jarayonida 3dan tortib 10gacha bo'lgan sonlarning ishlatilinishi, undan keyin kelgan sanalg'uchilarning ishlatilinishi, undan keyin kamning ishlatilishiga diqqat qilsak bo'ladi. 3-chi mashq ajib anil as'ilatil atiya musta'milan al-adad al-mazkur baynal qawsayn. Tendagi savollarga ikki tirnoq o'tirdi kelgan tilg'anilgan sonlarni ishlatib javob bering. Masalan, misol, kam kitaban indak, sizda qancha kitob bor degan savolga kamdan keyin cho'qim kitobani javob qo'yamiz. Indi 3 kutub, menda 3 kitob bor. Yana tirnoqimiz 3 o'g'achqa shuni ishlatib javob berishimiz kerak. Birinchi savolga javob berib boqay. Kam ahan laka ya Hamid, sizningki qancha o'g'il qarindishingiz bor deganga
Kam ahanlak tirnoqimizda 5 bor ekan-ku. Undan 5 deymiz-ku, shunda-ku. Undan keyin mening bor deyish uchun biz oldingi darslarimiz degandek jar majrurlik shibi jumlani oldida kelamiz. Akalayli lakani o'rniga li, ya'ni mening 5 o'g'il bir tuqqanim deganni o'g'il bir tuqqan ax. Buning ko'pligi axvan. Axvan. Unda xamsatu ax degan erlik o'qishqa xamsiniki qanday shakli, ayollik shakli. Xamsatu ixvanin, ya'ni 5 dan keyin kelgan ko'plik ism zira qo'lg'achqa ixvanin deb olamiz. Li xamsatu ixvanin degan shakl javob berasiz. Va qolgan savollarga shu bilan javob bersanglar bo'ladi, ha. 4-chi mashq 3 dan tortib 10-chi sonlarni yozinglar va tuvandagi so'zlarning har birini ularga sanalg'ich qilindigini tuvandagi kitob, qalam, tojir, rajul, talib, riyol, qurish, ax, ibn degan sonlarni 3 dan tortib 10-chi sonlarninki sanalg'ich qilib chiqdi. Masalan, kitob desak salasatu kutub, arba'atu kutub, khamsatu kutub, sittu kutub, sab'atu kutub degandek 10gacha hamin deb chiqamiz. Qalam desak salasatu aqlam, arba'atu aqlam, khamsatu aqlam, sittatu aqlam, sab'atu aqlam degandek 10gacha sanab chiqamiz, ha. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.